Bir kishi Salmon Forsiy roziyallohu anhuni maslahatiga chaqirib dedi: "Ey Salmon, sening ibodating kamdek ko'rinadi. Sen ko'p narsalarda odamlar bilan teng ishtirok etasan." Shunda Salmon roziyallohu anhu dedilar: "Albatta Robbingni senda haqqi bor. Joningni senda haqqi bor. Ahli ayolingni senda haqqi bor. Har bir haqdorga haqqini ber." Bu voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Salmon rost aytdi dedilar. Bu hadisda muvozanat prinsipi bor. Faqat ibodat bilan emas, jismga dam berish, oilaga e'tibor berish kerak. Inson hayotida Allohning, tananing va oilaning haqqi bor. 3 ta haq bor. Birortasini qoldirish yoki ortiqcha yuk berish insonni zaif qiladi. Bu hadisdan biz balans kodini, agar faqat ishlasa tana ozib, ruh zaiflashadi. Agar faqat dam olsa, maqsadlar ortda qoladi. Agar faqat ibodat qilsa, lekin tana va oilasini e'tiborsiz qoldirsa ham muvozanat buziladi. Albatta, hammasini, barchasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek teng, barobar, birgalikda e'tiborli ham berish kerak, jismga ham dam berish kerak, ibodat bilan ham chiroyli o'tkazish kerak.